Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Mana Xudo xohlasa yana bitta ishimizni boshlamoqchimiz. Bu joyimiz Andijon xalqaro aeroporti bo'ladi. Joyimiz tayyor emas ekan hali beri. Xudo xohlasa bir bugun tayyorlashib yorsa, keyin Xudo xohlasa ishlarni bitirib beramiz. Bu joyda o'zimiz brigada ish olib bormoqda. Vallahi. Qaysi material bu? Ha, bu joyga ham o'zimiz Alfa Stroy materiallarni ishlatyapmiz. Kimda shunaqa xalqqa sohasidagi xizmatlar bo'lsa aytilaveradi. Xudo xohlasa qo'ldan kelgancha chiroyli qilib ishlar bitirib beramiz. Bu joyimiz parapet qismi aylanadi.